Mehmon dasturxonlari uchun mini paxlavachalar zo'r variant. Tayyorlanishi ham oson, kam xarch. Tarozili ham kerak emas. Shu videoyimni ko'rsangiz o'rganib olasiz. 3 piyola unga 200 gramm margarin yoki sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib urvoq qilib olamiz. Choy qoshiq razrihatel, 2 ta tuxum sarig'i va 1 piyola smetana solib, yaxshilab yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Salafan bilan o'rab, yarim soat dam olishga qo'yib qo'yasiz. Xamirimiz tinib turguncha o'rtasiga suradigan nachinkasini tayyorlab olamiz. 2 ta tuxum oqini 1-2 minut yaxshilab ko'pirtirib, qoshiqda 100 gramm shakarni bo'lib solamiz va 7-8 minut qattiq ko'pik bo'lguncha ko'pirtirasiz. Maydalangan yong'oq va magiz solasiz. Menda magiz qolmagan ekan, solmadim. Xamirimizni 2 zo'laga bo'lib yoyib olamiz va nachinkamizdan surib, shunaqa ko'rib turganingizdek kesib olasiz. Ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepsangiz yana ham ochiladi rangi. 180 gradus duxovkada 35-40 minutda pishib chiqadi va ustiga magazindagi sun'iy asaldan surasiz. Bu videoni saqlab qo'ying, bir kun albatta kerak bo'lib qoladi. Yoqqan bo'lsa yurakchani qizartirib keting.